Hop, changamiz kelgan, motorga olib qo'yganmiz bu mashinani. Motordan har xil ovozlar eshitilib ketyapti. Ay, Karim ber, zavat qilchi mashinani. Hozir ovozini eshitib ko'ramiz. Bosgan. Bo'ladi. Shunaqa doqillagan ovozga chiqib ketyapti. Xudo xolasa motorlarni remont qilib chiroyli qilib beramiz. Oxirda videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolar bilan necha pulga tushganini hisoblab chiqarib beramiz. Golovkaning holati rasmlarning usti nagar bo'lib ketgan. Seplarning orasi. Orasini emsinmayapti. Damlar bor. Chaqich, konkretni chaqich. Men to'kirda motor detallar keldi. Eski holi bilan mana yangi holini solishtirsanglar bo'ladi. Hamma detallar ideal qilib tozalangan. Blok, golovka, krishkalar, karnival, paddollar. Xudo xolasa endi sborkani boshlaymiz. Mana osib turgan narsa g'alati ko'rinyapti-yu, mayli. Okalar, xudo xolasa motorimiz tayyor bo'ldi. Sborkalarni tugatdik. Mashinamiz bitdi. Ovozini eshitsanglar bo'ladi. Sodda ishlab turibdi motorimiz, xudo xolasa. Hech qanaqa taqir tuxumlar, gaz bosib qo'yamiz. Xudo xolasa idealni chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga telefon qilaverasizlar, okalar.